Diqqat! Ertaga ayrim hududlarda qor yog'ishi kutilmoqda. O'zgidromet 29-yanvar uchun ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Birinchidan, poytaxt haqida. Toshkentda ob-havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab qor yog'ishi mumkin, tuman ham bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol g'arbdan sharqqa sekundiga 3-8 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-5 daraja sovuq, kunduzi esa 1 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Biroq ba'zi joylarda tuman tushishi va yo'llar muzlashi mumkin. Shamol tezligi sekundiga 7-12 metrgacha yetishi mumkin. Kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Ust yurtda esa sovuq yanada sovuqroq bo'ladi. Kechasi 17-22 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ob-havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ammo tuman va muzlashi mumkin. Kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-3 daraja iliq. Cho'l hududlarda sovuq havo kechasi davom etadi. Harorat 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda yengil qor yog'adi. Yo'llarda tuman va muzlashi mumkin. Kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-3 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Biroq tuman va muzlashi mumkin. Kechasi harorat 2 dan 3 darajagacha, kunduzi 3 dan 8 darajagacha bo'lishi mumkin. Andijon, Namangan va Farg'ona vodiysining ayrim hududlarida kechasi va ertalab qor yog'ishi mumkin. Kechasi harorat 0 dan 5 darajagacha, kunduzi esa 2 dan 3 darajagacha bo'ladi. Eng xavfli vaziyat respublikaning tog'li hududlarida kuzatilmoqda. Bu hududlarda vaqti bilan qor yog'ishi, tuman tushishi va yo'llarda muzlash kuzatilishi mumkin. Ko'chki xavfi mavjud. 28-30 yanvar kunlari tog'li hududlarda ko'chki xavfi saqlanib qolishi haqida xabar berilgan. Mutaxassislar tog'li hududlardagi haydovchilar va dam oluvchilarni juda ehtiyotkor bo'lishga chaqirmoqda. Ob-havodan xabardor bo'ling. Yo'lda ehtiyot bo'ling. Asosiysi xavfsizlik. Keyingi xabar. Dollar bilan bog'liq likvidlik signallari zaiflashdi. Malevusha bozorlarida AQSh dollarining keskin pasayishiga qo'yilgan garovlar soni tarixiy darajaga yetdi. Bloomberg agentligining xabar berishicha, bozorda ishtirok etayotgan treyderlar dollarning qadrsizlanishiga rekord darajada ko'p garov qo'ymoqdalar. Agentlik hisob-kitoblariga ko'ra, dollar kursining ko'tarilishidan foyda ko'radigan aksiyalarga talab hech qachon bunchalik yuqori bo'lmagan. Eng qizig'i, qisqa opsion premiumi 2011-yildan beri eng yuqori nuqtaga yetdi. Bu nimani anglatadi? Investorlar nafaqat so'nggi oylarda, balki qisqa muddatda ham dollarning kelajagiga ishonchlarini yo'qotishdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, dollar o'tgan yilning aprel oyida AQSh bozorlari ochilganidan beri eng keskin pasayishni boshdan kechirmoqda. Ba'zi tahlilchilar dollar 4 yillik eng past darajaga tushganiga qaramay, bu ehtimolni istisno qilmayaptilar. Danske Bankning katta tahlilchisi Esper Farstetning so'zlariga ko'ra, AQShning oldindan aytib bo'lmaydigan siyosati dollarni kuchli qo'llab-quvvatlamoqda. Corpay kompaniyasining bosh bozor strategi Karl Chamotta yana bir jihatga e'tibor qaratadi. Uning so'zlariga ko'ra, AQShning proteksionizmga yo'naltirilgan harakati va xavfsizlik majburiyatlarining kamayishi boshqa davlatlarni mudofaa xarajatlarini hisobdan chiqarishga majbur qilmoqda. Bu dollarga ijobiy ta'sir ko'rsatgan iqtisodiy o'sish va foiz stavkalaridagi farqni asta-sekin yo'q qilmoqda. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, Donald Trump lavozimga kirishganidan beri AQSh dollari dollarga nisbatan qiymatining 3% yo'qotdi. Shu bilan birga, Trump bir necha bor zaiflashgan dollar Amerika eksportiga foyda keltirishini ta'kidlagan. Yana bir bor, O'zbekiston Markaziy bankining 28-yanvardan kuchga kirgan rasmiy kursiga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.128 so'm va 2 tiyinga teng. Xulosa qanday? Shubhasiz,
dollar atrofidagi noaniqlik oshib bormoqda. Bozordagi har bir harakat ehtiyotkorlik bilan vaqtga bog'liq.